Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Chilonzor 8-kvartiraga 2 xona, 3 xona qilingan uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz zal qismi. Bu tomonda 3-xona, bozor xonasi joylashgan. O'zining shkaflari bilan. O'zining maxsus kupen eshiklari bilan oshxonamiz. Barchasi sifatli darajada amalga oshirilgan. Bu uyimiz Chilonzor 8-kvartirada 4 qavatli uyning 1-qavatida joylashgan. Barcha mebel texnikasi sifatlarida qo'yilgan. Hamma xonaga to'pli pol alohida qo'yilgan. Bu tomonimiz kattalar yotoqxonasi. Bu yoqqa ham televizor qo'ysangiz bo'ladi. Kattalar yotoqxonasining o'zining alohida to'pli pollari bor. Bu tomonimiz esa kirish qismi, koridor qismi o'zining alohida sanjarlarga ega. Uyimiz narxini 74 ming so'rayapmiz. Albatta o'tarilgan kelishilgan joylari bor. Pastda raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, shunaqa tayyor remont uy qidirgan do'stlaringizga videoni yuborib qo'ying.